Assalomu alaykum qadrli fizika ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan Innova A0 kitobi bo'yicha birinchi mavzu yechimlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi mavzuyimiz mexanikadagi asosiy tushunchalar. Xo'p, kinematika bo'limidan boshlar ekanmiz. Xo'p, mexanikadagi asosiy tushunchalar. Birinchi test: harakat vaqtida o'lchamlari hisobga olinmaydigan jism nima deb ataladi? O'lchamlari hisobga olinmaydigan jism bu moddiy nuqta deyiladi. Bilamiz buni. Mexanik harakatning nechta va qanday turlari bor? Mexanik harakatda 3 ta turi bor. Bu turlari hop bilamizki, ilgarilanma harakat, mana birinchisi ilgarilanma, ikkinchisi xullas aylanma, uchinchisi tebranma harakatlar. Ya'ni shunaqa javob topamiz. Ilgarilanma, aylanma, tebranma. Ya'ni D javobimiz bizda to'g'ri variant bo'ladi. Hop, keyingisi 3. Quyidagi kattaliklardan qaysi biri harakat paytida 0 ga teng bo'lishi mumkin deyapti. Hop, jismning massasi deb qo'ydim. Misol uchun har xil javoblarni chiqarib tashlab ishlashimiz mumkin bu testda. Hop, qaysi kattalik harakat paytida 0 ga teng bo'lishi mumkin deyapti. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, jismning massasi. Massa 0 bo'lib qolishi mumkin emas harakat vaqtida. Yokida harakatning o'rtacha tezligi. Tezlik bu o'sha harakatni nima desam bo'lar ekan. Harakatga sabab bo'layotgan narsa o'z sifatida tezlikda. Demak, tezlik 0 bo'la olmaydi. Kinetik energiya ham shu tezlikka bog'liq narsa. Demak, kinetik energiya ham 0 bo'la olmaydi. Endi yo'l. Biz harakatda bo'lganimizdan keyin o'z-o'zidan yo'limiz nima bo'ladi? Ko'payib boradi, ya'ni ko'proq harakat qilganimizdan ko'proq yo'l yuramiz. Demak, yo'l 0 bo'lishi mumkin emas. Ya'ni ko'chishimiz 0 bo'lishi mumkin. Ya'ni bunga misol qilib, misol uchun qanaqadir bitta nima deydigan bo'lsak, sportchiga doir masalalar bo'ladi. Ko'chishda xuddi shunga o'xshagan masala deydigan bo'lsak, misol uchun sportchi misol aylana holatdagi shaklidagi o'sha stadionda yugurib chiqadigan bo'lsa, misol uchun ko'chishi nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Ya'ni ko'chish vektorimiz 0 bo'ladi. Qisqasi, xuddi shu holat. Hop, keyingisi 4. Jismning boshlang'ich holatini va oxirgi holati bilan tushuntiradigan yo'naltirilgan kesma chiziq, to'g'ri chiziq nima deb ataladi? Jismning boshlang'ich nuqtasi, misol uchun mana bu oxirgi nuqtasi bo'ladigan bo'lsa, mana shu trayektoriya bilan borgan mana shu joydan qanaqadir A punktdan B punktiga borgan bo'lsa, hop, shu boshlang'ich nuqtasi bilan oxirgi nuqtasini, mana shu nuqtani tutashtiradigan mana shu yo'nalishli kesma bizda ko'chish deb ataladi. Hop, javobimiz Y. 5. Jism holatining vaqt o'tishi bilan boshqa jismlarga nisbatan o'zgarishi nima deb ataladi? Hop, jismda holatini boshqa jismlarga nisbatan o'zgarishi, vaziyatini o'zgarishi bu mexanik harakat bo'ladi. Mexanik harakat degani bu shu, misol uchun harakatlarimiz, qo'limizni harakat qilishi, misol uchun hop, yozyapman misol uchun, shu ham mexanik harakat. Hop, o'tirsangiz ham mexanik harakat, dumalasangiz ham mexanik harakat. Atrofimiz to'la bo'layotgan mexanik harakatga. Keyingisi 6-test. Hop, to'g'ri chiziqli tekis harakat, to'g'ri chiziqli harakatda bosib o'tilgan yo'l L, ko'chish vektori moduli S o'rtasidagi bog'liqlik qanday deyapti? Hop, to'g'ri chiziqli harakatda yo'limiz ko'chishga teng bo'lishi mumkin yoki undan katta bo'lishi ham mumkin. Mana shu shartimiz to'g'ri bo'ladi. Har doim shunaqa. Endi bitta to'g'ri chiziqli harakatda bosib o'tilgan yo'l ko'chish vektori moduli S o'rtasidagi bog'liqlik qanday debdi? Nima deymiz endi? Hop. Hozir bu yerda javoblarimiz ozgina nimaroq bo'lib qolibdi. Mana bu javobni qaranglar. Ko'chish paytda yo'limiz 2 marta katta bu. Buni nima qilmaymiz, hozir to'xtab turinglar. Hop, odatda to'g'ri chiziqli harakatda bosib o'tilgan yo'l. Xo'sh, to'g'ri chiziqli harakatda deyapti ekan. To'g'ri chiziqli harakatda bosib o'tilgan yo'l va ko'chish vektori moduli o'rtasidagi bog'liqlik qanday deyapti? Hop, to'g'ri chiziqli harakatda bo'lmasa bunday qaranglar. To'g'ri chiziqli harakat bilamiz. Trayektoriyasi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lgan harakat. Mana shu joydan, misol uchun mana shu joydan birorta bir odam harakat qilishni boshladi. Hop, mana shu joydan to'g'ri yurib, mana shu joyga yetib keldi. Tushunyapsizlar? Hop, bu boshlang'ich nuqtasi edi, bu oxirgi nuqtasi. Mana shu yurgan yo'li L bo'lsa, ko'chishi ham shunga nima bo'ladi? Teng bo'ladi bu holatda, to'g'ri chiziqli harakatda. Bu umumiy holatda mana shu narsa ish beradi. Endi hozirgi holatimizda to'g'ri chiziqli harakat bo'lgani uchun, hop, ko'chishimiz bilan yo'limiz o'zaro nima bo'lar ekan? Teng bo'lar ekan. 7. Hop, egri chiziqli harakatda bosib o'tilgan yo'l va ko'chish vektori moduli o'rtasidagi bog'liqlik qanday bo'ladi deyapti. Mana bu egri chiziqli harakat bo'ladi mana shu. Misol uchun qanaqadir mana
Mana bu oxirgi nuqta, tizimni oxirgi bo'lgan nuqtasi, mana boshlang'ich nuqtasi. Hop, yurgan yo'li mana shu L bo'ladigan bo'lsa, polniy mana shu trayektoriya chizig'ida, ya'ni egri chizig'ida uzunligi yo'l bo'ladi. Mana bu bo'lsa, ko'chish bo'ladi, to'g'rimi? Endi bu yerda ko'rinib turibdiki, yo'limiz ko'chishdan nima? Katta. Bu ikkinchi holatda shunaqangi holat kuzatiladi. Ya'ni javobimiz shunda C variant bo'ladi. Keyingisi 8. Jism ABCD trayektoriyasi bo'ylab harakatlanadi. Jismning bosib o'tgan yo'li uning ko'chishidan necha marta katta deyapti. E'tibor beringlar. Birinchi yo'lni topamiz. Yo'lni topish uchun nima qilamiz? Ya'ni yo'lni S bilan belgilaymiz o'zi. S bilan belgilaydigan bo'lsam, yo'lni topish uchun nima qilaman? 5 o'zi A dan B ga borish uchun 5 metr yuryapti. Plus B dan C ga borish uchun bo'lsa 6 metr yuryapti va C dan D ga borish uchun 3 metr yuryapti. Общий bo'lib hisobda qancha yo'l yuryapti? Hop 9 14 metr yo'l yuryapti. Endi ko'chishini topamiz. Ko'chish nima degani? Jismning boshlang'ich nuqtasi, ya'ni A nuqta edi, oxirgi nuqtasi D nuqta bo'lyapti. Shu A bilan D ni tutashtiramiz. Mana bu kesma. Hop, mana bu kesma. Mana shu kesma bizda nima bo'ladi? Ko'chish bo'ladi. Ya'ni kelinglar buni uchburchakka to'ldirib olamiz. Mana bu uchburchak, ya'ni o'zimiz bilgan to'g'ri burchakli uchburchakka to'ldirib olamiz. Natijada mana bu 90 gradus. Hop, mana bu nuqtani O nuqta desam, AO bu katet bo'lib qoladi. AO'imiz ham BC ga teng, ya'ni 6. Endi DO masofamiz bo'lsa, qaranglar. DO masofamiz mana bu 5, ya'ni C dan O gacha bo'lgan masofa 5, ya'ni B bilan A 5 bo'lgandan keyin C bilan O ham 5 bo'ladi. Chunki ya'ni parallel to'g'ri chiziqlar turibdi. Shuning uchun 5 va unga DC ni qo'shsak, общий bo'lib bu tomoni necha bo'ladi? 8 bo'ladi. Natijada ko'chish vektorimiz S teng bo'ladi ildizosda 6 ning kvadrati plyusdan 8 ning kvadrati. Natija bo'lsa 10 ga teng bo'ladi, ya'ni 10 metr. Bizdan yo'li ko'chishdan necha marta katta deyapti. So'ralgan narsasi hop, ko'chishda, ya'ni yo'lda ko'chishga nisbati. Hop, yo'lda ko'chishga nisbati 14 taqsim 10, ya'ni bu ham bo'lsa 1.10 dan 4. Javobimiz C. Keyingisi 9. Jism A nuqtadan D nuqtagacha ABCD yo'l bo'ylab harakatlanadi. Uning bosib o'tgan yo'li ko'chishdan necha marta katta deyapti. Hop, D nuqta bu boshlang'ich nuqta ekan, A nuqta deganim, kechirasizlar. A nuqta boshlang'ich nuqta, D nuqta oxirgi nuqtasi, ya'ni A dan D gacha bo'lgan mana bu nimamiz, chizig'imiz bu ko'chishni beradi. Ya'ni ko'chishimiz nimaga teng ekan bizda? Ko'chishimiz A ga teng ekan. Endi ABCD mana shu trayektoriya bilan hozir yurib keladi. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Hop, e'tibor bersalaring, mana bu yerda A nuqtadan boshlab B ga boradi, B dan C ga boradi, C dan D ga keladi, to'g'ri? Mana shu holatda qancha yo'l yuradi? A dan e'tibor bersangiz 1, 2, 3 ta yuryapti. To'g'rimi? Ya'ni ikkinchi holatda nimamiz, yo'limiz, yurgan masofamiz S'imiz nimaga teng bo'lar ekan? 3 ta A ga teng bo'lar ekan. Endi yo'lini ko'chishga nimasini so'rayapti bizda? Nisbatini so'rayapti. 3A ni A ga nisbati bizda 3 ga teng bo'ladi. Javobimiz C variant. Keyingisi 10. Jism A nuqtadan D nuqtagacha ABCD yo'l bo'ylab harakatlanadi. Uning bosib o'tgan yo'li ko'chishdan necha marta katta deyapti. Xo'p, hozirgi masalaga o'xshagan. Birinchi bo'lib kelinglar, A nuqtadan D nuqtaga boradigan bo'lsa, buni A nuqta boshlang'ich nuqta, D nuqta oxirgi nuqtasi. Ash ikkalasini tutashtiradigan yo'nalishli kesma, mana bu ko'chish bo'ladi. Ya'ni ko'chishimiz bunda A ga teng ekan. Endi yurgan yo'li mana bunday yuryapti. Ya'ni men hozir egri chiziq bo'l, ana qanga nima desam bo'lar ekan? Egri chiziq bilan tushuntirib chizib qo'raman. Sizlar to'g'ri tushunasizlar. Ya'ni A dan B ga boryapti, keyin B dan C ga boryapti, C dan ana D ga yetib kelyapti. A dan B ga borish uchun 2A, keyin B dan C ga borish uchun plus yana A va C dan D ga borish uchun plus yana 2A yuryapti. Общий bo'lib yurgan qadami masofasi 5A bo'ladi. Bu bo'lsa yo'lga teng bo'ladi. Bizdan so'ralgan narsa yo'lni ko'chishga nisbati. Yo'limiz 5A, ko'chishimiz bo'lsa A. Bo'lsam nisbat 5 chiqadi. Javobimiz D variant. Keyingisi. Hop, 11. Moddiy nuqta kvadratining A nuqtasidan D nuqtasiga rasmdagi kabi o'tadi deyapti. Hop, A nuqtasidan D nuqtasiga mana bu yerdan betga o'tar ekanda. Hop, qisqasi ko'chishimiz mana shu ikkalasini tutashtirilgan yo'nalishli nima? Kesma bo'lib qoladi. Bu ham bo'lsa mana S. Bu ham bo'lsa nimaga teng bo'ladi? Kvadrat tomon, ya'ni 5 metrga teng bo'ladi. Endi A nuqtadan D nuqtaga yetib kelish uchun mana bunday va mana bunday yurish kerak. Ya'ni yurgan yo'li 5 plus 5 plus 5 bo'ladi. Menimcha tushundilaring. Yurgan yo'limiz 15 metr bo'ladi. Ko'chimiz bo'lsa 5 metr bo'lyapti. Bularning farqi, ya'ni nisbati hozirda necha metrga ko'p debdi. Demak, hozir yo'limiz 15 metr, ko'chimiz 5 metr bo'lsa, yo'limiz ko'chishimizdan
10 metrga nima bo'ladi? Ko'p bo'ladi. Ajoyib. Keyingisi 12. Moddiy nuqta ABCD trayektoriya bo'ylab harakatlanadi va A nuqtadan D nuqtaga keladi. Moddiy nuqtaning ko'chishini aniqlang deyapti. A dan D ga borar ekan. Xo'p, e'tibor beringlar. A dan D ga boradigan bo'lsa, A nuqta boshlang'ich nuqta, D nuqta oxirgi nuqtasi. Ana shu ikkala nuqtani tutashtiradigan yo'nalishdagi kesmamiz bizda nimani beradi? Mana shu A da bizda nimaga teng? Ya'ni uzunligi ko'chishga teng bo'ladi. Biz A ni topsak bo'ldi. E'tibor bersalaring, mana bu joyni ko'ryapsizlar, to'g'ri? Bu nimani eslatyapti bizga? To'g'ri burchakli uchburchak. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladigan bo'lsa, mana bu joy 90 gradus bo'ladi. Hop, 5 degani bu gipotenuza, 4 katet. Mana bu katetni topsalaring, AC ni topsalaring 3 metr chiqadi. Endi A dan D gacha bo'lgan masofani oladigan bo'lsak, mana bu joy 3 metr, mana bu joy ham 3 metr. Общий bo'lib AD masofamiz nima bo'ladi? 6 metrlik chiqib qoladi. Javobimiz A variant. Keyingisi 13. ABCDK trayektoriya bo'ylab harakatlanayotgan sim A nuqtadan K nuqtaga bordi. Uning yo'li ko'chishdan necha metrga ko'p deyapti. Xo'p, e'tibor beringlar. Xo'p, birinchi ko'chishni topib olaylik. Ko'chishni topish juda ham osonda, chunki e'tibor beringlar. Boshlang'ich nuqta, oxirgi nuqta tutashtiradigan yo'nalishli kesma mana shu nima bo'ladi? Ko'chish bo'ladi. Buni topishimiz kerak. Xo'p, AK ni topish uchun nima qilaman? O'z e'tibor bersalaring, mana bu A dan D gacha bo'lgan общий masofam 20 metr. Ya'ni bu to'g'ri burchak. A da 20 bo'lsa, ya'ni BC 20 bo'lsa, A da ham 20 bo'ladi. Endi bizda K dan D gacha 12 bo'lib qolsa, mana bu AK masofamiz 8 bo'ladi. Ya'ni bu degani ko'chishimiz 8 metr degani. Endi yo'lini topamiz. Hop, yo'lini topish uchun nima qilamiz? Bular o'chirib tashlayman. Yo'lini topish uchun nima qilamiz? Hop, e'tibor bersiz, A dan B ga boryapti, B dan C ga boryapti, C dan D ga boryapti, D dan K ga kelyapti. Umumiy yo'l topish uchun hammasini qo'shib chiqamiz. 15 plus 20 plus 15 plus 12. Hammasini qo'shadigan bo'lsam necha bo'ladi? 15 ga 15 ni qo'shsam 30, 30 ga 20 ni qo'shsam hop 50, 50 ga 12 ni qo'shadigan bo'lsam 62 metr. Hop, yo'limiz ko'chishimizdan qanchaga ko'p bo'ladi qisqasi shunda? Hop, 62 minusdan 8, ya'ni bu ham bo'lsa 54 metrga ko'p bo'lar ekan. Javobimiz C. Keyingisi 14. ABCDKM trayektoriya bo'ylab harakatlanayotgan jism A nuqtadan M nuqtaga bordi. Uning yo'li ko'chishdan necha metrga ko'p deyapti. Hop, birinchi bo'lib A nuqta boshlang'ich nuqta, M nuqta oxirgi nuqtasi. Shu ikkalasini tutashtiradigan yo'nalishli kesma bizga nimani beradi? Ko'chishni beradi. AM masofani topishimiz kerak bo'ladi. Endi qaranglar, buni topish uchun nima qilamiz? E'tibor bersalaring, mana bu joy. E'tibor beringlar. BC ni to'g'ri mana shu nimaga to'ldirasam ham bo'lar edi. O'zi shuni ko'rinayotgan bo'lishi ham mumkin. E'tibor beringlar, A, B, C, xullas kalom M, K nuqtalar ko'ryapsizlar. To'g'ri? Mana shu B nuqta, C nuqtadan to'g'ri tushaman-da va K nuqtadan to'g'risida to'xtayman va mana bunday qilib ikkala nuqtani tutashtirib to'rt burchakka to'ldirib olaman. To'rt burchakka to'ldirsam, mana bu DK masofa 3 bo'lsa, mana bu nuqtani O desam, C O nuqtamam masofam 3 metr bo'ladi. Natijada BO masofam общий bo'lib nima bo'ladi? 7 metr bo'ladi. Natijada mana bu ko'chishimiz ham 7 metrga tengligi ko'rinib qoldi mana shu yerdan. Endi keyingisi A dan B ga boryapman. Yo'lni topishim kerak. S topish uchun hamma yurgan yo'limni qo'shib chiqaman. 10 plus 4 plus 6 plus 3 plusdan 4 hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsam, hop, ne chiqadi? 20, 20 ga 7 ni qo'shsak 27 metr. Hop, bizdan ko'chishi yo'li ko'chishdan necha metrga ko'p degan yo'ldan ko'chishni ayirib qo'yamiz. 27 dan 7 ni ayirsam 20 metr chiqadi. Javobimiz B varianti. Keyingisi 15. Jism A nuqtadan B nuqtagacha necha metr yo'l yurgan deyapti. A nuqtadan B nuqtagacha deyapti. Qaranglar. P ni olamiz ekan. Bu yerda nima qilamiz? B nuqta mana, A nuqta mana yurgan yo'lni topish kerak ekan. Endi bitta biz A dan misol uchun mana bu 10 degan nuqtaga borish uchun hop to'g'ri yurmayapti-da desa, mana bunaqangi aylanani bir yoyi shaklida nima qilyapti? Yuryapti. Endi bu holatda nima qilamiz? Bu e'tibor bersalaring, mana buni aylanaga to'ldiradigan bo'lsam, mana bu joyi, mana bu qismi bu aylanani nimasi bo'lib qoladi? Yarmi bo'lib qoladi-da. Ya'ni bitta yurgan masofamiz polning aylana uzunligi, ya'ni aylana uzunligi L bo'lsa, shuni yarmiga teng. Aylana uzunligini o'zi qana topardik? 2pi R dan topardik. Shuni nimasi ekan? Yarim ekan. Natijada bu yurgan masofasi bu nuqtada, bu joyda. Qancha bo'ladi? Ya'ni 2 lar qisqarib ketsa pi R bo'ladi. To'g'rimi?
PR. Endi bu aylana markazi mana bu 0 nuqta bo'lsa, A dan 0 gacha yoki da o'sha 0 dan 10 gacha bo'lgan nima joy bu radius bo'ladi. Demak, radiusimiz 10 ga teng ekan. Radiusimiz 10 ga teng bo'lsa, pi imiz 3 ga teng bo'lsa, batta yurgan yo'limiz nima bo'ladi? 3 ko'paygan 10 bo'lib 30 metr bo'ladi. Endi 10 dan 40 ga borish uchun qancha yo'l yuradi? Ya'ni 40 dan 10 ga kelish uchun batta yana 30 metr yurish kerak. Natijada o'pishi bo'lib 60 metr masofa yurishga to'g'ri keladi. Demak, birinchi mavzuyimiz tugabdi. Xo'p, qo'shimcha savollaring bo'ladigan bo'lsa, guruhga bemalol yozishlaring mumkin. Xo'p, sizlar bilan New Physics kanali admini bo'ldi. Savollaring bo'lsa, o'sha yana kanalga yoza olasizlar. Xo'p, qisqasi bugungi mavzuyimiz yechimi shu edi. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.